تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. Taqvo degan zahirani g'amlab qolgin. Albatta sen bilmaysan, agar kech kirsa, qorong'i tushsa, tonggacha yeta olarmikinsan deydi. Taqvoni g'amla, o'zingni ustingda ishla, o'zingni isloh qil. Sen bilmaysan deyapti. Tunda o'sha yotadigan kiyimlaringni kiyib, kravatga yotganingda sen bilmaysan, tongga yetarmikinsan deydi. وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. Qanchalagan sog' salomat yurgan, baquvvat yurganlar bor, bir kasallik kelmasdan turib o'lib ketdi. To'g'rimi? Atrofimizda kecha ko'rdim deymiz. Ertalab o'tirib choy ichdik deymiz. Mashinasiga o'tirib bir yaxshi ketuvdi deymiz. Qanchalagan orangda sog'lomlar, baquvvatlar bor, kasalliksiz ular orangdan o'tib ketadi. Va kam min alilin ashahina min ad-dahr. Qanchalagan bemorlar bor. Bo'ldi, bu o'ladi deydi. Lekin yillab yashaydi deydi. Va kam min fata asbaha wa amsa dhahika wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri. Qanchalagan yosh qiz yigitlar bor. Ular kecha kunduz qahqaha otib kulib yurishadi. O'zlariga oro berib, zeb berib, o'zlarini yasantirib yurishadi. Lekin bilmaydiki, ularning kafallari pichilib qolingan. Va kam min sigarin yurjatul umrihim. Qanchalagan go'daklar bor. Ularga sen uzun umr tilaysan. Ulg'ayganda bu meni boqadi deysan. Meni urpog'imni, urug'imni, avlodimni ulaydi deysan. Qilgan ishlarimni davom etadi, qilolmaganimni oxiriga yetkazadi deysan. Ammo vaqad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabr. Bu orzularing hammasini qo'shib, u go'dak bilan qabrga, qorong'i go'rga tiqasan deydi. Va kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Qanchalagan kelinlar erga tegayotganda o'zlariga ziynat berib, oro berib yasanadi. Qanchalagan kuyovbonlar yasanadi. Lekin ular kech chimildiqqa yetib bormasdan qorong'i qabrga yetib boradi deydi.